Kim aytdi rayhonni shashliklari aynagan deb, aynagan deganlar yebsizlar shashlikni. Videoni yaxshilab oxirigacha ko'rsanglar, balkim xudo xolasa Abdulboriy ovqatchini yuzini ham ko'rib qolasizlar. To'g'rimi Abdulboriy? Bismillah. Yaxshilab kuzatib tursin, inshaalloh. Hamma biladigan Rayhon milliy taomlari endi Farxatskida, yangi filial ochildi va men o'zimni do'stlarim futbolchilar bilan keldim o'sha Rayhonni tekshirgani. Sababi kommentariyalar to'lab ketdi. Rayhon aynigan deb. Haqiqatan ayniganmi yoki bu shunchaki eski xotiralarmi? Tekshirib ko'ramiz. Aziz aka, bochkadan shirin masala qidiryapsiz. Rayhon o'rnida ham bor ekanmi? Bu filialda nafaqat milliy taomlar, balkim turk oshxonasi taomlari ham bor ekan. Iskandar yeb ko'ramiz. Qani. Sochniligini qarang buni. Go'sht xudoyor, eng asosiysi shu. Go'sht juda ham yumshoq, menga yoqdi. Biz Rayhonga kelganmiz, men o'zimga imенно shunaqa sochni bo'lgan, biz diyetadamiz, kurinli perzolardan aytganmiz. Qani, bismillah yeb ko'ramiz buni. Bismillah. To'g'ri pishirilishiga, yumshoqligiga, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, mana shu asarti taomini bu joyda juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga desanglar, qaysi ovqat deysamikini o'ylab o'tirmaysizlar. Ichida hamma ovqat bor. Xasp ham bor, do'lmalar ham bor, shashlik ham bor, hamda jizlar ham bor. Qaranglar, mana to'mijeringni turishini. Mana. Va uzilib ketibdi o'zi ham. Yo'l olishibdi. Va yumshoqligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bismillah. Bu yoqda do'lmalar. Videolarni. Menga noodatiy ovqat olib beringlar deb so'raganda, padachasini ham noodatiy qilib berishdi. Qarasangchi buni. Lapakda olib berishdi. Go'sht yonida karishkalar bilan. Hozir buni birgalikda mazasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtdan qarang, katta-kattaligini. Go'shtchi boblab pishirib qo'yishdi. Go'sht o'zida haqiqatda shira bor. Bu joyga kelganingizda albatta mana shu ovqatni tatib ko'ring. Mashalloh, mana makroshkalarni qaranglar. Yozda issiq kunida, jonliroqatida kelib yeb ko'ringlar, bismillah. Qozon kabobi mol go'shtini o'zidan sochni qilib qo'yishibdi. Mana qarang, yumshoqqinaligini og'izda eriydigan. Chunki mol go'shtini o'zini sochni qilib pishirishga uncha-muncha oshpazlar aqli yetmaydi. Qo'y go'shtini sochni pishirsa bo'ladi, lekin mol sal qiyinroq. Bismillah, buni mazasi ko'ramiz endi. Ichiga tuzlari ham o'tgan. Bu degani ancha tobida, o'tib ham ketmagan, ana voqli ham qo'yishmagan. Nafaqat meni, balkim blogerlarning fikrini ko'rdinglar. Hamma taomlar yoqdi. Agar sizlarga qaysidir taom, qaysidir filial yoqmagan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. O'sha filialga boraman deb tekshirib ko'raman. Atak yangi zal juda ham shinam, juda ham katta qilib qo'yishibdi. Ikkinchi etajda deski plashatkani yonida semeyniy zona bor ekan. Bemalol oila bilan kelib, maza qilib dam olib ketadigan joy ekan. Xullas, Rayhon aynidimi haqiqatan yoki bu eski xotiralar va mishmishlarmi? Kommentariyada yozinglar.